some of the main processes that underpin the world we live in. Men hozir zalga ketyapman. Bu bizani Look. To'g'rida o'rtog'im. Ahmadiy. Bu meni zalga treynerim. Sizlarga menimcha o'qish zalini ko'rsatganman. Agar ko'rsatmagan bo'lsam, hozir kirib ko'rsataman. Hammaga zalga borishni rekomendatsiya qilaman. Hop. Mana gym ko'rsataman. Schedule tipi. Agar o'zingiz zaymatsa qilmoqchi bo'lmasangiz, mana shu pullar yogaga, velosiped uchishga, pilateslarga kelsanglar bo'ladi. Ko'pchilik gruppa bo'ladi. Bu bizani anaqalar yutgan narsalarimiz. Va bu katta ikkinchi. Hammaga salom. Bugun men kinoga ketyapman. Devil Wears Prada degan Anne Hathaway kinosi chiqdi. Bilsanglar agar ko'ramiz, sizlarga o'tib qoldiraman. Bir ikkita atributlarni qo'yishga harakat qilaman. Shu bizani downtown. Vanessa. I'm gonna take a video from the back. So these are my friends, o'rtalarim. Alaba, Lydia, Gloria and me. Movie'dan chiqdik. Kinodan. Biz hozir kinodan chiqdik. Alaba, Lydia, Gloria, Iman. Hozir endi shopping ketamiz. Gloria menga nimadir olib berish kerak. Hozir biz shoppingga ketamiz. Bir ikkita narsalarni ko'ramiz, atirlarni xilab ko'ramiz, atirlar xilab ko'rishni yaxshi ko'raman. O'shaning uchun qani ko'ramiz. I look like that, and then when I take it next to her, it looks like chocolate. Xo'p, atir olishga keldim. Hozir seningga bizlarga so'lab berishdi. Mana hozir men bilan atir olaman. Meni masha zapahi menga yoqdi. Shuning uchun mashina olaman. Mana hidi ham zo'r ekan, agar xohlasanglar olinglar, eli buni. Mana bunga anaqalab berishdi suvlar. Mana magazinlar, sizlarga ko'rsataman. Parfyumlar. Pulga olganim ko'rasizlar. $20 oldim shuni. Yeb ko'ramiz. Voy. Mana. Hammaga salom. Bugun mana badmintondan turnamentim bor. Ya'ni nima bo'ladi? Musobaqa bor. Bugun o'shani o'ynayman. Bizning kampus. Sizlarga kampusni ko'rsatib keting. Omad tilaylar. Yutaman degan bittaman, chunki prizlari bor. Mana orada sizlarga kampusni. Bu lawyerlarniki, mana bu injenerlarniki. Bu advokatlarniki. Bu menimcha anaqalarniki edi.
esimdan chiqdi. Kimniki deya? Menimcha Science and Engineering ekan bu. Science and Engineering, Boygilik engineeringida yoki boyki boshqa narsamidi. Har bitta zdaniyani o'zini fakulteti bor-da bizda. O'shanga bu zdaniyalarga biz baribir kirmaymiz, chunki bizani major emas. Mana har xil zdaniyalar ko'rsangiz bo'ladi. Amerikada kampuslar juda katta bo'ladi. Oxirgacha hammasiga kirib chiqmaysizlar baribir. Menimcha bizani mana buni orqasidagi yana boshqa nimadir yoki bu library. Hozir buni yana ko'rsataman. Mana bu bizani biblioteka. Bugun ovqat kelar ekan soat 1 dan 6 gacha. Yoqqa kelyapman. Bu international studentlarni zdaniyasi. Konsertlar, har xil narsa anaqalar bor. Mana bu student center. Ovqatlar. Kiramiz. Birinchi turnamentdan oldin bu yoqqa kirib ketishim kerak. Mana bu bizlarni kort. Mana tennisli kort bor, futbolli kort bor. Birinchi etajda ham, ikkinchi etajda ham anaqalar bor. Instrumentlar deydimi? O'zinglarni kartochkalarini maktab avtobusi. Bizga salom deb qo'ydi. Bu zalimiz. Kiramiz, imenim bunaqa. Mana. Hozir endi o'ynaymiz. Qani. Yuramiz xudo xolasa. Musobaqa mana bitta. I won this. Yay! The gang snack like Get a little that. bit. This is like a So this is squid jerky, buttered flavor. Squid jerky. Squid. What is that? Squid jerky. Squid games Imagine jerky. beef jerky, but it's squid. You wanna try? Yeah. Alcohol? Bilmadim nimadir deyapti lekin buni. You allergic to anything? I am not. Okay. Just it's squid. It's too. Is it spicy? Just a tiny bit. Not a lot. How's that? It's eatable. Okay. To'rttamentdan kelgan. O'zimizdan fundga keldik. Mana discussion ketyapti. Healthcare haqida nima qiladi? Increase it because they're gonna. I just don't think that they're gonna perform well. And then 0.002. That's. Hammaga salom. Bugun kunim juda ham issiq. Hozir Red Hawk Fan meeting ketishimdan oldin tiramisu olmoqchiman supervizorimga. Tiramisu olib, keyin o'qishga borib ularga berib, majlisga hozir mana tiramisu olish keldim. Ko'rsataman sizlarga. Eng zo'r tiramisu mana shu yerda so'tiladi. Yeb ko'ringlar derdimi? Обязательно kelganinglarda nasib qilsa, mana shu tiramisuni yeb ko'rish. Restoranda so'qimni kutyapman. Mana shunaqa pul to'laysizlar. Telefon tap и всё.
Bugun sizlarga где-то necha pul turadi? 100 ming dollarlik turgan xonamizni ko'rsataman. Nimasi 100 ming desanglar, ichidagi kompyuteri Bloombergga ulangan bo'lib, Bloomberg menimcha yiliga bitta kompyuterga 30 ming to'lashsa kerak deb o'ylayman menimcha. Shunaqa qimmat, chunki nastoящий как бы analist o'shanda ishlaydi. Sizlarga aytganimdek, portfoliyomizda 1 million 700 ming dollar nastoящий pullar. O'shaning uchun har bitta o'qishga shunaqa shans beriladi. Tipo studentlari investitsiya qilishni o'rgansin deb mana shunaqa pullar tikiladi. Вот, juz avvalda bu rosa sig'agan ko'cha. Mana bu bizning zdание. Hozir bizda soat 4da miting bor. Guljoyda pashlam ko'pda. И birinchi grafik dizayn bo'yicha supervizorimga desert tashlab, mana shu kompyuterlar. Here, this gets pulled from Schwab. You might fit in. Mana shu kompyuterlar hammasiga Bloomberg naqa qilingan, ulangan. Hozir Bloomberg o'zining kurslari bor. Our global economy is a complex tapestry of millions of lines, some of the main processes that underpin the world we live in. To understand the big picture, let's reduce it down to the most basic building blocks of any society: households and companies. Households come in all shapes and sizes.